Doim bitta ishni qilaman deb hali ham boshlamayotgan bo'lsangiz, hozir men sizga texnikani o'rgataman. Undan oldin videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu texnikaning nomi Monk Mode deb ataladi. Bu shunaqa jarayonki, bu vaqtda siz o'zingizni ba'zi bir narsalardan cheklab, faqat bittagina ishga fokusingizni qaratib ishlaysiz. Bu texnikani qilayotganingizda aniq bir mana bu narsani qilishing kerak degan narsa yo'q. Hamma o'zidan kelib chiqib qiladi, lekin baribir asosiy 3 ta majburiyatlari bor. Birinchisi har kuni 30 daqiqa mashq qilish yoki shunchaki yurish. Ikkinchisi har kuni 10 daqiqa meditatsiya qilish. Uchinchisi umumiy kuniga 1 soatdan ko'p telefondan foydalanmaslik yoki uni o'rniga kompyuter yoki noutbukdan foydalanish. Bundan tashqari yana o'zingizga qo'shimcha odatlarni qo'shishingiz mumkin. Qanaqadir kundalik yozish, kechki sayr qilish yoki umuman ijtimoiy tarmoqlarga kirmaslik, mana shu narsani qo'shsangiz bo'ladi. Hamma o'zidan kelib chiqib qo'shadi. Monk Mode kamida 21 kundan 90 kungacha davom etadi. 90 kundan uni ortiq qilish tavsiya etilmaydi, chunki odam dam olib ham turishi kerak. Kimlar uchun bu texnika qo'l keladi desangiz, hayotda yo'lini topolmayotganlarga, aniq bir maqsad qo'yib unga erisha olmayotganlar uchun bu uslub juda ham mos keladi. Va yana bitta narsani aytish esimdan chiqibdi, bu jarayonda musiqa eshitish taqiqlanadi. Eshitish mumkin, faqat qanaqadir tinchlantiruvchi instrumental musiqalarni eshitish mumkin. Agar siz ham shaxsiy rivojlanishni xohlasangiz, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.